Nüpeyni ailede ma'qul usul bir qitim itib yapaqanlar ve işlem yeyişlik bo'ldi ekan. Unda bo'lsa buni qanday qildimki, ma film siratmay oxirigacha ko'ringlar, bir qitim ko'rsaklam o'g'in olaydi ekanmiz. Oldi bilan tayyorlab olgan kalgo'shni filmni ko'rsatganda qilinliqda kesib tayyor qilib olamiz. Tayyorlab olgan kalgo'shning 200 ga chaydoning keyin tarafi bilan tekshirib bir urib tayyor qilib olamiz. Bunda qilishimizga sabab sal turib tamlandigan vaqtimizda tetutquning kalgo'shning ichiga bakray singib kirish uchun tayyorlab olgan kalgo'shni quruq bir qacha qo'yib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda piyoz bilan sinjang to'g'rab solamiz. Tetutqulardan muvofiq miqdorda tuz, qarmush, lavjo, diafin tayyor qilib olgan kebab qiyamidan qo'yib olamiz. Bugun men ishlatganim cho'ng ustamninki yangidan bozorga solingan kebab qiyami. Ketarlik tetutqularni sevagandan keyin yaxshi bir aralashtirib, manshaning sovuq saqlaydigan yerda 4 soatdan yuqori atrofda qo'yib tayyorlab olamiz. Vaqt to'shgan chog'da qizimizga suv qo'yib, suyimiz qaynagan vaqtida tayyor qilib olgan Italiya chöpini sap pishirib olamiz. Chöp pishgandan keyin chöpning ustiga muvofiq miqdorda qarmush qiyamidan qo'yib, yaxshi bir aralashtirib tayyor qilib olamiz. Ondan qizimizga muvofiq miqdorda may qo'yib, bayatdan tayyorlab olgan kalgo'shni sap pishirib olamiz. Kalgo'shning ikki tarafini yaxshi bir qizartib pishirib olgandan keyin o'zimizning yoqtirish bo'yicha tayyorlab olgan materiallarimizni qo'yiblam iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlarmi shuningdek o'xshagan yupayning qilish usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, uyinglarda bir qatim itib sinab yaqanlar beklam yeyishlik bo'ldi ekan.